بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثالث، الدرس الثامن. Öğrenmekçi olduğumuz 8. ders. Şimdi 8. dersteki noktalık grammatikalar töndeki 5 noktaga mücessemlesi yığılısı buldu. Birincisi işkilik ve köplük isimlardaki nun. Mesela ikilik isimlerin ahırda ikilik nunu var şunda ama köplük isimlerde köplüknün nunu var. Mesela muslimani dikin nun ikilik nunu ne? Muslimuna dikin nun nimo köplüknün nunu. Muşu işkin nun muzab boğa vaqtda düşüp ketidi. Yani bizge ma'lumliq muzablarga nima kirmaydi? Tanvin kirmaydi. Yani ikilik ve köplükteki ikilikning ve köplüknün nunimi tanvinning o'rnida turadigan nun bo'lg'ach, tanvin tushib ketadigan mudofda bu nun qanaqa ketadi? Tushib ketadi. Ya'ni qaytdayli ikilik ve köplük isimlar muzab bo'lsa, ikilik ve köplükning nunlari tushib ketadi. Masalan, misolga olsak, eshik degandan deydi babun. İki eshik demak bo'lsa-chi, babani. Shundaqo. Endi bu sinfning yoki masjidning ikki eshigi demoqchi bo'lsak, babal masjid. Aslisi babani al masjid shundaqmi? Muzab bo'lgan vaqtda ikkilikning nuni qanaqa qildi? Tushib ketdi. Shundan bo'ldi babal masjid. Mudarris o'qituvchi. Buning ko'pligi mudarrisuna. Oxirida nun bor, shundaqo. Mushuni biror maktab yoki kitobdan biriga qanaqa baqayli, muzab baqayli, masalan tafsir deb, tafsir o'qituvchilari deb baqayli, mudarrisu tafsir, mudarrisu at-tafsir. Oxiridagi nima tushib ketdi? Nun tushib ketdi. Mana shu nuqtani tushunsak, birinchi bugungi darsdagi nuqtaliq grammatika bizga tushunilgan bo'ladi. Endi ikkinchi bu birinchi nuqta bayatni so'zlagan grammatikalarni biz darsdagi 3, 4, 5, 6, 7 mashqlarni topishimiz mumkin. Endi ikkinchi nuqtaliq grammatika mutakallimning yasiga bir narsa muzab bo'lsa, mutakallimning yasining o'zini qanday o'qish? Qanday o'qish? Masalan, kitobni mutakallimning yasiga muzab bo'lsa, kitobi, shundami? Nima qo'ydik? Sakin o'qiydik. Endi shu muzab bo'lgan bilakning eng oxirgi harfi alif bo'lib qolsa, yoki sakin o'qilgan ya bo'lib qolsa, sakin o'qilgan nima? Ya bo'lib qolsa, mutakallimning yasi nima o'qiladi? Zibar o'qiladi. Masalan, ata-ana degandan deydi. Abwani. Shunaqa. Mening ata-anam demoqchi bo'lsak, deymiz abwa deb oxiridagi nunni tashlab, andikin ya'ga qo'shimizga abwaya. Endi abwaning oxirida nima qolibdi? Alif qolibdi-ku. Ya'ni ismning mudofning oxirida alif bo'lib qolsa, buning muzofilayotgan mutakallimning yasi nima o'qiladi? Zig'ar o'qilib abwaya bo'ldi. Abwaya bo'lmaydi, abwaya. Bu bir. Ikkinchisi ismning oxirida zir o'qilgan sakin bo'lsa debdi. Nima sakin o'qilgan ya bo'lsa. Masalan, mening do'stlarimni yoki bo'lmasa mening do'stlarimni ko'rdingmi? Demoqchi bo'lsak, ko'rdingmi deganda ara aytadaymiz, shundami? Do'st deganda-chi, sadiqni sadiqun ko'plik qilsin bo'ldi, asdiqa ko'plik qilsin bo'ldi-ku, shundaqo. Endi sadiqun ko'plik qilib ara aytni oldi qo'shgandan keyin ara ayta sadiqin bo'ldi, shundami? Mening demoqchi bo'lgandagi ya'ni qo'shmoqchi bo'lsak, sadiqindagi nun qanaq ketadi? Tushib ketadi. Nisabda sadiqi bo'ldi. Oxirida
nima o'qilgan, sakin o'qib, yodimiz paydo bo'ldi-ku. Mujnuga mutakallimning yazini qo'shmoqchi bo'lsak, mudaf qilmoqchi bo'lsak, nima deymiz? Sadiqiyya. Sadiqiyya. Demak, ikki xil ahvol ostida mutakallimning yasi nima o'qiladi, zamir o'qiladi. Birisi mutakallimning yasiga biror bir ism muzaf bo'lib, shu ismning oxirisida alif yoki sakin o'qilgan yo bo'lib qolsa, mutakallimning yasi nima o'qiladi, zamir o'qiladi. Bu ikkinchi qoida. Bu bugungi darsimizdagi 8-9 mashqlardan tepilishi mumkin. Ana bugungi darsdagi 3-qoida. Ana biz ikkilik ismlarni raf'ilik holatda, boshqalish holatda alif bilan ifodalanadi. Tushumkilish va egilik qilish, ya'ni nasb jarlik holatlarda nimalar ifodalanadi? Yavra ifodalanadi degan shundaqmi? Shundaq-ku. Endi kilo bilan kilta garchi shakl jihatda buni haqiqiy tasniy, ya'ni ikkilik degili bo'lmaydi, musanna degili bo'lmaydi. Ammo shakl jihatda qarab baqsak, kilo bilan kiltada xuddi nimaga o'xshash, ikkilik ismlarga o'xshash holat bor. Unda o'g'achqa bular i'rob jihatda ikkilikka o'xshash i'rob birinchisi bo'ladi. Masalan, kilat talibayn arlika, ja'ani kilat taliba, ka talibayn ikki o'quvchining ikkilisi alif bilan keldi, shundaymi? Alif bilan keldi. Ra'aytu kilay, masalan, kilayhima. Men o'sha ikkisining har ikkilisini qanday qildim, ko'rdim degan o'rinlarda bu nima bilan i'rob berilsa, ikkilik ismlarning i'robining i'rob berilsa bo'ladi. Ammo diqqat qilish tegishli bir nuqta, oshkor ismlarga muzaf bo'lgan vaqtda, masalan, kilat talibayn degan vaqtda ya berilmay, kila holatga bo'ladi, ha? Bu 10-11 mashqda bu to'g'riliq mazmunlar bor. 4-nuqtalik grammatika biz burundan tortib ko'rsatish almashlarni o'rganib kelgan. Yaqinni ko'rsatish almashlari qaysi? Haza, haulai. Ayollikqa hazihi shundami? Yaroqli ko'rsatish almashlari zalika erlik, tilka ayollik, ulaika nimalik ko'plik bo'lgan. Shundaqo. Endi bugungi darsimizda shuning ikkilik shakllarini bir ko'rib o'tsak bo'ldi. Ya'ni hada ninki ikkilik shakli hadani. Ikkilik. Hadihining ikkilik shakli hadani. Zalikaning ikkilik shakli zanika. Tilkining ikkilik shakli nima? Tanika. Mushu bo'yicha ishlasak bo'ldi. Buning qolgan men oxirdagi muzaf bo'lgan vaqtda oxirdagi nunning chiqib ketishi, raf'ilik holatda alif bilan kelishi, nasb jarlik holatda nima bilan kelishi, yo bilan kelish qatorliq masalalarning hammasida ikkilik ismlar bilan nima o'xshash. 5-grammatika ata ya'ti degan fe'lning buyruq fe'listiki masala. Endi biz buyruqni chiqargan vaqtda sagak o'tiraylik. Buyruqni chiqargan vaqtda fe'l mudari tarifini ab tashlab o'tib, shuning qishidagi harf nim bo'lsa, sakin bo'lib qolsa, hamz bilan akafrat shundami? Shu bo'yicha qilib boqaylik endi. Ata ya'ti degan fe'lning ta'ti degan shakldan buyruqni chiqarmoqchi. Sakin bo'lgandan keyin oxirisi sakinlikqa belgi bo'lsin uchun oxiridagi yochib ketishi bu nima fe'llarda? Naqs fe'llardagi qoida. Undan keyin nima bo'ldi? Ta'ti. Ta'nab tashlayapti. Hamza nima qoldi? Ilib sakinat qoldi-ku hamza. Sakinat qolgandan keyin oldiga bir dona nima gapiramiz? Sakin gapiramiz. Ikkidagi ta'zira qilg'achqa, zira qilg'a sakin gapirsak ham bo'ladi, itti bo'ladi. Ammo yolg'iz kelgan vaqtda buni itti ishlatmay nima chiqaramiz? Iti. Hamzani nimaga o'zgartirib? Ya'ga o'zgartirib. Nima ishqa? Ikki hamza jo'lashib qolsa bo'lmaydi. Ikki hamzani xuddi a'managa o'xshash, amana qilgan o'xshash bir rafta o'tilsa, zira qilgan bo'lg'achqa iti deb deyish qiyin keladi. Shunlashqa ikkinchi hamzani nimaga o'zgartirib? Ya'ga o'zgartirib, buyruq pul nima chiqadi? Iti. Nima uchun ixtiyor o'zgartiryapti? Ikki hamza uchrashmaslik uchun ham shundaqmi? Endi vo yoki fa'dan keyin gap qolsa, odat vo yoki fa'dan keyin gap qolsa, hamza tashlandi, odat buyruq bilan shundaqmi? Bunda vaqtlarda bayatdan yog'i o'zib ketgan hamza asliga kelib,
nima o'qiladi? Hamma sifat o'qiladi. Bunday emas, vaqti, fatti degan shaklda o'qiladi. Diqqat qilaylik. Ata ya'tin buyruq bil, itti chiqmasdan nima chiqadi? Iti chiqadi. Chunki ikkinchi o'xshashib qoladi, ikkinchi hamni nima o'zgartirmaymiz? Yaga. Endi mushu buyruq bil vo yoki fa'dan kelgandan keyin ashadagi yaga o'zgargan hamza asliga kelib, qanday holatda? Hamza holatda, ya'ni vaqti fatti bo'lib turadi. Bu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Bu darsimizdagi 17-chi mashqlarda bu mazmunlar tepilishi mumkin. Andikin ko'rasiz almashning ishkilik shakllari 12-13 mashqlar qarasak bo'ladi. Kilovalanki mazmunlari 10-chi, 11-chi mashqlar qaralsa bo'ladi. Mutakallimning yasiga bir nas muzof bo'lib, shu ismning oxirida alif yoki sakina qilgan yo'q, qas mutakallimning yasini zora qiladi degan qoida darsimizdagi 8-9-chi mashqlar qaralsa bo'ladi. Men dialogni o'qib tarjima qilib, yuqoridagi grammatikalarni tahlil qilib beray. Ad-darsu thamin, 8-dars. Ayna qalamaya li sawt ma'alim. Ra'aytum qalamaya ya ikhwan? Ha huma dhan ya ustaz. Huma tahta haqibatik. Hatu dafatirakum ya ikhwan. Yusallimu li kullu wahid minkum daftarayn. دفتر النحو ودفتر الصرف. الطلاب يسلمون له دفاترهم. أين دفتراك يا هشام؟ سلمتهما لك أمس. أسلمت لي دفتريك يا ماجد؟ إني نسيت أن آتي بهما. اذهب إلى المهجع في الفصحى وأت بهما. دفاتر من هذه يا حارث؟ هذه دفتراي وهذان دفتر حامد. تعال يا هشام خذ دفتريك ذانك دفترا زميلك. يا مسعود أين أخواك؟ لا يحضران منذ يومين أو ثلاثة. كلاهما مريض. ماذا بهما؟ إن كليهما مصاب بإسهال شديد شفاهما الله. الجو حار يا أستاذ. افتح تينك النافذتين يا ماجد. اقرأ الدروس يا هشام. أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم والترمذي. إن النون المثنى تحذف عند الإضافة، فركعتا أصله ركعتان. وكذلك تحذف نون جمع المذكر السالم، تقول مسلمو الياباني. قال تعالى في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقوله تعالى لبنيه أي لأبنائه. الابن له جمعان بنون وأبناء. أفهمتم؟ نعم فهمنا. الابن له جمعان بنون وأبناء. أفهمتم؟ نعم فهمناه جيدا. يا حامد هات آية تحوي مثنى وظفت نونه للإضافة. قال تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أحسنت يا حارث. هات مثالا من الحديث النبوي الشريف. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. أحسنت. يدخل ويسلم ثم يقول: أيها الإخوة، أي درس لكم في الحصتين الأخيرتين؟ كلتاهما للقرآن الكريم. مدرس القرآن الكريم في اجتماع مع المدير، فيمكنكم الانصراف بعد الحصة الثالثة. 8 درس. أين قلمايا؟ Mening qalamim qani? Yuqori ovozda, ha? Ammo o'rniga qalamayani asli nima? Qalamani. Qalamning ikkilikka qalaman.
Mening o yog'i mudof qilgandan keyin nima bo'ldi? Qalamaya. Nun chiqib ketishindami? Aniq yana bir qoida mutkallimning yosiga izof qilingan ismning oxirisida alif bo'lib qolsa, mutkallimning yosi nima qildi? Zavar qildi. Shunga qalamaya. Yuqra'miz. Araytum qalamaya ya ikhwan. Qarindoshlar, mening ikki qalamimni ko'rdinglarmi? Asli qalamayni nun chiqib ketdi. Qalamayya. Shundaqmi? Yana bir qoida mutkallimning yosi izof qilingan ismning oxirisi sakun qilgan yo bo'lib qolsa, mutkallimning yosi nima qildi? Zavar qildi. Shunga qalamayya deb nima qildi? Zavar qildi. Ha huma zaniya ustoz. U ikkisi mana zani. Hazaning ikkiligi nima? Zani. Hazaning ikkiligi zani. Endi men zani kelishi hani tashlasin bo'ldi. Chunki ha humaning oldiga qo'shilgandan keyin an tashlasin bo'ldi. Huma tahta haqibatik. Bu ikkisi sizning so'mqingizning ostida ekan. Hatu dafatirakum ya ikhwan. Qarindoshlar, tirmana kelinglar. Yusallimu li kullu wahid minkum daftarayn. Sizlardan har biringlar menga ikki daftarni topshirdi. Yusallimu topshirdi. Daftarayn. Daftarning ikkiligi. Daftarani tushunkilik holati nima keladi? Daftarayni. Daftaran nahvi va daftar sarf. Grammatika daftari va morfologiya daftari. At-tullab yusallimuna lahu dafatirahum. O'quvchilar o'qituvchiga daftarlarini topshiryotdi. Ayna daftaraka ya Hisham? Hisham sening ikki daftaring qani? Daftaraka. Asosiy daftarani. Nun tushib ketdi, shundan bo'ldi. Daftaraka. Muzof bo'lgan vaqtda ikkilik nunni qanday qilib ketdi? Tushib ketdi, ha? Sallamtuhuma laka ams. U ikkisini sizga tunugun topshirib bergandim. Asallamtali daftarayka ya Majid. Majid. Sen ikki daftaringni menga topshirib berdingmi? Daftarayka asosiy nima? Daftarayni nun izofatning jihatidan qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. Inni nasitu an atiya bihima. Men u ikkisini ep kelishni unutib qopdiman. Atiya bihima ep kelishni. İzhab ila al-mahja' fil fusha wa'ti bihima. Yataqqa damalish vaqtida berib, u ikkisini ep kel. Dafatiru man hadihi ya Haris. Bular kimning daftarlari Haris? Hazani daftaraya. Bu ikkisi mening daftarim. Daftaraya asosiy daftarani shundami? Mutkallimni yozib qilgandan keyin tushib ketdi, unutib ketdi. Ikkinchi qoida daftaraning oxirisida alif bo'lg'achqa yana nima qildi? Zavar. Daftaraya. Va hadani daftara Hamid. Va bu ikkisi bo'lsa Hamidningki ikki daftari. Asosiy daftarani. Ta'ala ya Hisham. Hisham bu yoqqa. Xuz daftarayka. Sening ikki daftaringni tut. Daftarayka asosiy nima? Daftarayni nun izofat qo'yishni tushib ketdi. Zalika daftara zamilik. Oshkisi sening savoqdishing ikki daftari. Zanika. Ko'rish almashningki ikkilik shakli, ha? Zanika. Asli hazani da bog'u, hazaniniki han tashlasa qo'yiladi yoki zaliganiki ikkilik shakli nima? Zanika. Zanika. Ya Mas'ud, ayna akhwak? Mas'ud, sening ikki qarindishing qani? Akhwak. Asli nima? Akhwani. Akhning ikkilik shakli nima? Akhawan. La yahdurani munzu yawmayn aw thalatha. 2 kun yoki 3 kundan beri ular kemmavatudu. La yahdurani munzu yawmayn. Yawmayn asli yawman, ya'da nim bo'g'achqa, igilik kelish bo'g'achqa, ya'ni jarlik holat bo'g'achqa yawlan kelyapti. Kilahuma marid. U ikkalaylan kasal. Kilahuma. Bu xuddi ikkilikka o'xshash, ha? Madayhima. U ikkalanga nima bo'ldi? Inna kilayhima musabun bi ishalin shadid. Ularning ikkilisi qattiq ish surish bilan og'ribdi. Qaranglar, kila ikkilik ismga o'xshash tushuntirish holati nima bilan o'qiladi? Ya bilan. Inna ismi zivara qiladi, shundaqo kilayda zivara o'qitdi, zivara o'qitganning belgisi ya'ning kelishi. Shafahumulloh. Alloh sizga shifolik bersin. Al-jawu harun ya ustoz. Ustoz, havo isib ketdi. Iftah taynika nafizatayn ya Majid. Majid, ov ikki derazni ichvat. Taynik. Qaranglar, tanika degan qo'y biz bayatdim. Tilkaning ikkilik shakli nima? Tanik. Buning tushuntirish holati nima? Taynik. Boshqa holati tanik, tushuntirish holati nima? Taynik. Iqra ad-dars ya Hisham. Hisham, darsni o'qi. Ana Aisha radhiyallohu anha an nabiy sallallohu alayhi vasallam qol:
Ayşe radhiyallohu anhadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Rak'atal fajri khayrun minad dunya wa ma fiha. Bamdadның 2 rak'ati dunyo va dunyoning ichidagi narsalardan yaxshidir. Muttafaqun alayh. Nima? Rawahu Muslim va Tirmizi. Bu hadisni Muslim va Tirmizi rivoyat qilgan. Ana o'shadagi rak'ata asl nima? Rak'atani. Rak'ata mudaf, al-fajr mudaf bo'lg'achqa nun qanday ketgan, tushib ketgan. Inna nunal musanna tuhzafu 'inda al-idafa. Ikkilikning nuni izofat qilingan vaqtda tushib ketadi. Mana fa deganligi misolda gap. Mana rak'ata desak, uning aslisi nima? Rak'atani. Rak'ata muzaf, al-fajr muzaf bo'lg'achqa nun qanday ketdi, tushib ketdi. Va kadalik shuningdek tuhzafu nunu jam'al muzakkar salim. Jami muzakkar salimning nuni tushib ketadi. Qanaqa izobat qilgan vaqtda. Masalan, muslimul yaban deysiz. Asli nima? Muslimuna. Nun muzaf bo'lg'achqa qanday ketdi, tushib ketdi. Qala ta'ala fi suratul Baqara. Allah Taala sura Baqarada davotida am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mushayatki iz qala li banihi degi banihi aslima ibnunning ko'pligi banun. Shundami? Banunun. Buning iglik qilish olib nima? Banin. Anda banin yizmirga mudab bo'lg'achqa oxirgi nimani tushib ketdi? Nun tushib ketdi, banihi bo'ldi. Banihi. Davotidu faqawluhu ta'ala Alloh taolaninki li banihi degan so'zi, ya'ni li abnaihi ballarga demakchi. Ibnun ib lahu degan bu ibnunning jama'ani ikki ko'plik bor. Birisi banunun, birisi abnaun. Kanunglarmi? Banunun yani libanini shundami? Nun izofat majlisini kutib libanihi deb keldi. Naam, fahimna jaydan. Shundoq, yaxshi tushundik. Ya Hamid, Hamid, hati ayatan tahfi musannan wudifat nunuhu lil idafa. Izofat qilgan vaqtda nuni tushib ketgan ikkilik ismdan birini o'z ichiga olgan oyatdan birini keltirib baq. قال تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه الله تعالى سورة طه موسى عليه السلام مندق دايدو إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى المشهور ده نعليك أصل نعلون دegen keş degan shundami na'lan ishkash buning tushungili shakli nima na'layn deydigan nun tushib ketdi na'lay kapqın bo'g'achqa muzab bo'g'achqa shunga nun tushib ketdi. Ahsan yaxshi ya haris haris hati misalan min al-hadis an-nabawi sharif hadis an-nabawi sharifdan degani payg'ambar hadisidan bir misol keltir. Qavlun nabiy sallallohu alayhi vasallam Aisha radhiyallohu anha payg'ambar alayhisolamning Aisha radhiyallohu anhaga degan so'zi nimda ya Aisha inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Mening ikki ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi. Muttafaqun alayh. Bu yerda aynayya asl nima? Aynayni. Shundaqo? Aynning ikkiligi aynan. Buning ilik tushungili shakllari nima? Aynayn. Izofat o'g'anlik uchun nun tushib ketdi, nima bo'ldi? Aynayya bo'ldi. Uni boshqa bir qoida mutakallimning yo'q izof qilingan so'zning oxirisida nima bo'lib qolsa sakin o'qilgan yovib qolsa mutakallimning yo'si nima qiladi? Zavar. Aynayya. Ahsan. Yaxshi. Endi men nazoratchi yadkhul va yusallimu thumma yaqul kirib salom bergandan keyin deydi. Ayyuhal ikhwa, qarindoshlar. Ayyu darsin lakum fil hissatayn al-akhiratayn. Oxirgi 2 soatda sizlarga qaysi dars bor? Hissatayn, hisatanninki nima shakli? İglikli şekli. Ahiretayn, ahiratanның iglikli şekli. Kiltahuma lil-Qur'anil Kerim. Her ikilisi Qur'an-ı Kerim üçün. Yani Qur'an-ı Kerim dersi. Kilta hissetaynga qaratıdı, ayollar şekli. Mudarrisul Qur'anil Kerim fi ijtima'i ma'al mudir. Qur'an-ı Kerim o'qituvchilari mudir bilan yig'inda. Ma'da mudarrisuna asisi. Nun qanaq ketdi? Tushib ketdi. Muzaf ustidan. فيمكنكم الانصراف بعد الحصة الثالثة.
3 soatdan keyin qaysanglar bo'ladi, yumkinukum. Ya'ni qaysanglar bo'ladi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.